Darsimizga xush kelibsizlar. Oddiy savol bilan boshlaymiz. SMM nima? SMM haqida aslida hamma eshitgan. Kimdir SMM ni hatto hozir ham qilib yotibdi. Lekin SMM nimaligini bilsak ham uni chuqur tushunmaymiz. Xalqda SMMshik, SMMchi, Instagramchi degan har xil gaplar tarqab ketgan. Lekin SMM o'zi nima, uni vazifasi nima, bir chuqur kirib o'rganadigan insonlar emasmiz. Ko'pchilik SMM oson deb o'ylaydi. Xo'p, haqiqatda osonmi? Yoki o'zini, demak, qiyinchiliklari, boshqa narsalari bordir. Ba'zilar SMM Instagram deb o'ylaydi. SMM o'zi Instagramdan iboratmi? Uni boshqa narsalari yo'qmi? Shu haqida ham gaplashamiz. Eng avvalo SMM nimaligini biz bilishligimiz uchun biz biznes nimaligini bilishimiz kerak. Chunki SMM bu ijtimoiy tarmoqlar marketingi. Biz marketing nimaligini bilishimiz kerak va marketing nimaligini bilishligimiz uchun biz biznes nimaligini bilishimiz kerak. Xo'p, biznes nima? Kim biladi? Qisqacha qilib o'zim aytib ketaman. Biznes bu biror bir ehtiyojni qondirish evaziga qiymat olish. Manfaatlar almashinuvi bu biznes desak bo'ladi. Tadbirkor, biznes qiladigan inson, tadbirkorning asosiy vazifasi muammolarni hal qilish. Iste'molchi mana shu muammolar, ya'ni o'zlarining ehtiyojlarini qondirganligi uchun o'sha mahsulotnidir yoki xizmatnidir iste'mol qiladi va u iste'molchiga aylanadi. Shunday qilib, biznes bu manfaatlar almashinuvi. Xo'p, zamonaviy biznesda mana shu biznes ibtidoiy davrdan shakllanib kelayotgan bo'lsa, hozirgi kunda biznes har xil o'zini funksiyalariga ega. Sotuvdir u, HRdir u, moliyadir, o'zini strukturalari bor. Marketingdir, o'zini shunaqa vazifalari bordir. Xo'p, marketingning vazifasi bu tadqiqotdan, tahlildan boshlanib toki mana shu iste'molchini xulosasini olgungacha bo'lgan jarayonni tashkil qiladi. Bu yerdagi barcha jarayonlar, sotuv jarayonlaridir, hisoblash, moliya jarayonlaridir, ya'ni qiymat qaytib kelishi, boshqa jarayonlardir, barchasini o'z ichiga oladi. Marketingni biz boshqacha til bilan aytganda kommunikatsiya deb to'g'ri tushunsak bo'ladi. Tasavvur qiling, bitta chetda odam pomidor sotyapti. Kelib qolinglar, olib qolinglar. Iste'molchi bu yerda iste'mol qilishlik uchun pomidor izlayapti. Eng qizig'i, bunga iste'molchi kerak, iste'molchiga shu pomidor sotadigan tadbirkor kerak. Bular bir-birini topa olmayapti. Marketing bo'lsa, bu ikkalasini uchrashtirib qo'yadi. Va place, ya'ni bozorda uchrashtirib qo'yadi. Va marketingni shu yerda standart P'lari paydo bo'ladi. U nima desa, marketing mana shu P'lardan birinchisi bu produkt. Mahsulotga qaraladi. Nima mahsulot sotamiz? Bu mahsulot odamlarga kerakmi, yo'qmi? Mana shunaqa tahlil qilib beradi. Ikkinchisi price, narx. Biz odamlarga qulay narxda sotamizmi yoki odamlar to'lov qobiliyati bormi bu narxga? Bizning segmentimiz qayerda narx bo'yicha to'lay oladigan segmentimiz. Uchinchisi bu place, ya'ni joy. Biz to'g'ri joyda sotamizmi yoki mahsulotimiz to'g'ri joyda turibdimi? Yoki biz o'zimiz to'g'ri joyga boramizmi, yo'qmi? Mana shu narsa. To'rtinchisi bu promotion. Ya'ni biz odamlarga yetkazib beramizmi o'zimizning mahsulotimiz borligi, ya'ni mahsulot bizda borligini va bizdan sotib olishlari kerakligini biz yetkazib bera olamizmi, yo'qmi? Mana shu narsani marketing o'zini standart P'lari orqali amalga oshiradi. Endi savol. Biz marketingni tushundik, biznesni tushundik. Endi SMMni tushunishimiz kerak. Tasavvur qilinglar, marketing deb oladigan bo'lsak, marketingni ham o'zini turli xil yo'nalishlari bor. Masalan, an'anaviy marketing. Bu o'sha televizorlarga berish, tashqi reklamalarga berish, shular kiradi. Ikkinchi deylik digital marketing. Digital marketing bu raqamli instrumentlardan foydalanib amalga oshiriladigan marketing. Mana shu digital marketing, ya'ni raqamli marketingning ichida yana bitta bo'lim bor. Bu SMM. Ijtimoiy tarmoqlar marketingi. Va bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar marketingi topga chiqdi. Nega topga chiqdi desa, o'zingizlardan misol. Hammaning qo'lida telefon. Metroga tushasizmi, avtobusga chiqasizmi, ko'chada ketasizmi, hammaning qo'lida telefon va hamma ijtimoiy tarmoqlarda. Nega deganda ijtimoiy tarmoqlar insonlarni shu og'rig'ini boshqasini yechib berdi. Uzoqni yaqin qildi, do'st orttirishga sababchi bo'ldi. Zeriksa uni qiziqtirib biror narsaga yoki ilm olmoqchi bo'lsa ta'lim berdi. Xuddi shuning uchun ijtimoiy tarmoqlar bugungi kunda rivojlanib ketdi. Telegram, Instagram, YouTube.
va mana bu mahsulot sotayotgan odamlar endi mahsulotini odamlar bilishligi uchun, ya'ni o'rtada kommunikatsiya bo'lishligi uchun eng yaxshi joy bu ijtimoiy tarmoqlar bo'lib qoldi. Ya'ni endi siz mahsulotingiz borligini ijtimoiy tarmoqlarda aytsangizgina odamlar ko'proq ko'ryapti, ko'proq bilyapti sizni. Ko'chada siz reklama qilganingiz bilan o'sha hududni o'zi biladi. Lekin siz Instagramda target yoqadigan bo'lsangiz, butun O'zbekistonga ko'rsatsangiz bo'ladi sizda mahsulot borligini. Mana shuning uchun ijtimoiy tarmoqlar juda ham aktualga aylandi va ijtimoiy tarmoqlar marketingi trendga chiqdi. Va mana shu narsani tushunib olishimiz kerakki, SMM bu ijtimoiy tarmoqlar marketingi biznes va iste'molchi o'rtasidagi kommunikatsiya.